Yaxshi kunda yaxshi odam bilan ko'rishasan degan kattalarimizdek, Xudo xolasa bugun biz videolarimizni Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'idan boshlaymiz. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari, mana shunday bo'g'oz ona bola ishqibozlari. Obunachilar video ostidan bittadan like ni bosib, videoni maksimal darajada tarqatib tursalar, bunaqa naq bo'g'ozlari yetib keldi. Xudo xolasa narxlarni ham bugun arzonlab beraman deb o'sha videolarimiz viloyati Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'idan yangi obunachimizdan yangi partiya bo'g'oz olib kelgan ekan. Bularni dastlabkilar qancha, yeb ichish qanaqa, narxlari qanaqa bormi? Islomjon akamizdan beramiz. Xudo xolasa videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'rib videoni boshladik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kimsiz? Mazangiz yaxshimi? Obunachilar. Qo'ylarda aktivaldingizmi aka? Xudo xolasa yangilari keldi. Ya zo'rlari ketdi va Nah bo'g'oz. nah bo'g'ozlaridan mana o'zim qo'y 5-10 kunda tug'adi, Xudo xolasa. O'zim Oldi tug'ishni boshladi. oldi tug'ishni boshlabdi mana. Qo'chqormi, sog'lig'imi? Ha, ko'paysinga mana. O'zim zot qilib olaman, qo'y qilib olaman degan akalamizga mashq qo'yiladi. Oling, maza qilib boqasiz, Xudo xolasa. Harakatda badan qilib berishadi mana. Xudo xolasa katta hoji tog'alar ham olishsa mana yaqinidan so'rayverdingizmi hojibo? Mashlarni bosib yuboring, lekin bundan katta ham topolmadim lekin sizga. Oling, Xudo xolasa. Maza qilib boqasiz. Bularni yoshligi qanaqa endi? Bular bitta bundan so'ng birinchi tug'ish. Ha, Mana ikkinchi, uchinchi tug'ish. Mana birinchi tug'ishi. Birinchi tug'ish, ina bo'ladi. Qolganlarichi? Ikkinchi, uchinchi tug'ishda. Ikkinchi, uchinchi tug'ishi. Yeb ichishlari yaxshimi aka? Ishlari 10 kunga kafolati bor. 10 kunga yeb ichishga sinab olishoradi, o'ylab o'tirishmay. Hammasi o'zi bilinib turibdi, narxligi. Oborib boqasiz 10 kun, 15 kunda tug'ib bersa, qo'chqorim sog'liq qilib, qo'rangiz Xudo xolasa qo'yga tug'ilib ketadi. Uzunliklarni qarang, yelka kengliklarni. Bundan so'ng egizsi degan, egasi ham Egizsi deb berishgan. Bitta, ikkita, uchtasi o'tganlarni egiz tutgan ekan. Endi Allah. avvalo Alloh mashinasi deb sotaylik biz. Lekin egasi shuna deb bergan, endi bu sizning omadingiz. Olib borsa balki 3 ta tug'ib beradi. Realnisi tug'ib bersa bo'ldi, nechta tug'sa ham Xudo xolasa sog'lom tug'sa, o'zingiz mazza qilib boqasiz. Bo'y bastdan nechaga beramiz aka? 80 ga beraveramiz. 80 ga. Xudo xolasa mana o'zi hammasi sog'lom Xudo xolasa. O'yinlachi baqa mana o'zlaring ko'rib turibsizlar. Videoda qanaqa ko'rinyapti bilmadim, lekin qo'ylar yaxshi, Xudo xolasa. Obunachilar toza kashtanni qidirib yurgan akalarimizga quyoshga olib chiqsangiz, yaltillaydigan variantidan, Xudo xolasa. Bir kishini olib kelsangiz ham qo'ying bormi deysa, bor deb bemalol qo'ymay ko'rsataverasiz, Xudo xolasa. Obunachilar mana, lekin narxini arzonlatib bersangiz aka, bir joyga hammasini bosib yuborishadi, Xudo xolasa. Kanalimizda mehmonmiz Saydullo. Agar ularni hammani bir joyga olsak, bomba qilib beramiz, narxini arzonlatib beramiz. Arzonlatib bersangiz, Xudo xolasa mana hammasini o'zlaring ko'rib turibsizlar, obunachilar. Ama oldi tug'ishni boshlabdi, Xudo xolasa. Narxini bitta yengil qilib ayting, Xudo xolasa obunachilar olishadi aka. Bunday Saydullo, buni misol 8 million, 7 million deyish keragi yo'q. Bola degan gap gapirgan yaxshi-da. To'ppa-to'g'ri aka, lekin YouTube'da ham yosh bola odam kuzatmaydi, katta hoji tog'alarni kuzatadi, Xudo xolasa. Kallasi odamlar kuzatadi-da buni. Bunday buni hammasini bir joyga olsa 68 dan beraman Saydullo. Ina bolasi ham, bo'g'ozi ham ketaveradi. Mashlar ham Xudo xolasa bir hafta 10 kunda inshaalloh tug'adi inshaalloh, ha. Avtomatik 8 millionlik bo'ladi. Inshaalloh shunaqa bo'ladi. Chunki qo'ylarni ko'rib turibsiz o'zi. Yo aka, 6 million 800 o'tadigan xonasi bormi? Chiroyli qilib o'tib bering. Qo'ylar deyapman 7 million 200 ming deb o'tib bersam bo'ladi, 500 ming 400 ming. Men unaqa Yo, videoni boshida sizni arzonchi deb aytdik aka. Chiroyli qilib Xudo xolasa xayr sunnatiga dastlabkasi qaygacha bo'ladi hammasini olishsa? Toshkentgacha, chunki bu ko'p qo'y bo'lmaydi. Qo'ydasi 50 ming ga dastlabki Toshkentdan ag'iga kelishamiz. Dastlabki bor, kelishamiz chunki Samarqanddan ham katta hoji bola ham kuzatib turishadi-da, Xudo xolasa telefon qilishadi. Telefon qilsa ishlarni bitirib beramiz. Ammo Toshkentdan u yog'iga kelishamiz. Nimaga? Chepul qiladi xolosmi Saydullo? 6,5 dan bermisizmi aka? Yo'q, unda 6,5 dan bersam menga qoplama qiladi. Keling, Xudo xolasa maza qilib boqishadi. Duo qilib. Dastlabki esa meni mo'ynimga Xudo xolasa
yo'ldaqa beraman. Bizda unaqaligi yo'q. Bitta gap. 67 dan berishadi. Buni birinchi sizdan o'tib chiqarib turganim uchun 67 dan berishadi. 66 dan berishadi aka. Alloh, qoplamaydi. Keling, xudo xolasa beraveraman, qoplamaydi. Yo'q, endi qoplasi bir marta kanalimiz yangisiz aka, keling bering. Xudo xolasa 50 minut beraymi? Yo'q, 50 ming bo'lsin, alaykum. Sotdim. 66 dan xudo xolasa Toshkentgacha olma dastlab. Toshkentgacha obunashda telefon qilaverasizlar. Aytilgan narxlar. Odamning ishi bitadi, xudo xolasa. Ha, telefon qilaverasizlar, jali qimmat ekan, unaqa kommentariy yozing, o'zlariga telefon qilib ayting, xudo xolasa chiroyli qilib ishingizni bitirishadi. Bular ham men xudo xolasa ikkinchi partiyalarni ko'rsataveraman. Xolasa endi obunachilar ikkinchi partiyalarimizga soni 3 dona, 1 dona olasi, 1 dona sariq, 1 dona mo'k va sipar rangi bor ekan, xudo xolasa. Bularda yoshliklari necha oylik? Xulosa ikkinchi, uchinchisiga xudo xolasa. Ikkinchi, uchinchisiga bo'g'oz, xudo xolasa. Necha oylikdan bo'g'oz? Alloh buni qo'chqar ichida yurgan. Qo'chqarlar ichida yurgan. Qo'chqar o'zi yelillari qo'zg'ab o'zi. Bilib qoldi o'zi. Avvalo Alloh biladi. Nargilar garantiya beraman, ular chunki yilni katta-katta o'qigan birinchi partiyaga. Bularga endi Alloh biladi buni. Mashina narsa xullas. Ha, mashina ichiga kirib yurmayapmiz obunachilar. Qish kerak yo'q. Xudo xolasa, lekin o'ta bolada ham qo'ylar ekan. Mana olam bilan chekkadagi uzun qo'y ekan, xudo xolasa. Olib, maza qilib boqishsa hoji tog'alarimiz. Bularning bo'ylarini necha oylikka, necha santimetrga beramiz aka? 80 chiqadi xotirjam. Baland 80 80 ga olishi olsin. Yeb ichish qalay ekan, siz nadingizmisiz? Adam bu bir hafta turdi, zo'r. Yeb ichishi o'tadi. Yaxshi bo'lsa bo'ldi, xudo xolasa, haligi. Yeb ichishi. Chunki nimaki, qo'yni og'og'idan keyin hali qilib narsalarni yaxshi yeb ichishi yaxshi bo'lsa, xudo xolasa obunachilar maza qilib olishadi, boqishadi. Lekin narxini arzonlatib berasiz aka. Narxini nech puldan qilib berasiz? Aka, ushla ekan buni, videoni ko'p cho'zmaylik. Deydi. 6 million bersam bo'ladimi? Yo'q, 6 milliondan bo'lmaydi. 58 dan qilib bersam bo'ladimi, Saidullo? Yo'q, kelishdi. Yangimisiz guruhingizda, sizni kanalingiz. Mana bu bitta gap. Mashinasiga olishadi 5,5 milliondan bir joyga beraman, Toshkentgacha dastakka. Undan kelishamiz. Bor aka, xudo xolasa. Obunachilar arzon bo'ldi, xudo xolasa. 5,5 million so'mdan. Lekin 5,5 millionga ham akalar qo'y bor, lekin qo'y bilan qo'yni farqi bor, xudo xolasa. Men ustida turibman, xudo xolasa. Lokatsiyaga yaqin bo'lsa, ustiga kelib ko'ring, xudo xolasa. Mashq qo'yiladi, aniq olasiz. Chunki videoda qo'y kichikroq ko'rinib qolishi mumkin. Kichina qo'y, katta qo'y, kichina ko'rinib qolishi mumkin. Video aldaydi, lekin 1-2 marta olib yurgan akalarimiz bo'lsa, xudo xolasa maza qilib olishadi. Maza qilib, boqib buni bolasini olib yurishsa-mu, qarang. Oyoqlari ham hamma yo'g'i kelishgan narsa. Bitta bolasini olib qo'yib, o'zingizda zotli qo'chqardan qo'ying, o'zingiz naslga boqib, maza qilib boqib yurasiz, akalar. Arzon bo'ldi, aloqa chiqarasizlar. Mana endi hamma narsani boshi bo'lganda, xudo xolasa endi oxirgi partiyalarimizga 2 dona puli arzon. Bular nimalar aka bular? Qo'chqar bir sovg'a. O'zidan ko'paysin. Bitta qo'chqar, bitta sovliq. Hoji tog'alarimiz, pensioner tog'alarimizga tavsiya etamiz. Olib qo'ysa maza qilib boqishadi, xudo xolasa. Uloqlarni qarang, uloqlar ham butun aka. Bular necha oylikda aka? Necha oylik bular o'zi? 3 oy, 4 oylikda. 3-4 oylik. Yem-hashirga kirganmi? Yem-hashir bosib yeyapti. Toza hisarali, o'zi to'laydigan variantiga. Ustidan chiqqan lekin arzon bor. Aka narxini ham o'zi bomba qilib bersangiz 2 dona ekan. Olishadi, maza qilib boqishadi. Qo'y qilib olaman o'zim. Simononi bitta sog'lig'ini maza qilib olishsa, xudo xolasa o'zidan ko'payib, qo'y 2 ta bo'ldi, bu yildan keyin 4 ta bo'ladi. Xudo xolasa maza qilib boqishaveradi aka. Narxini ayting, chiroyli qilib. Narxi nima? O'zi hozirda qalam ko'rib olishdi, buni narxini chiqarib olish siz o'zingiz 6 millionga beraman, Saidullo. 6 millionga o'tadigan xonasi bormi? Bor, o'tib beraman sizlar obunachilaringizga. Biz yangiligim uchun bomba qilib tushib beraman. Hech puldan o'tib berasiz. Bitta o'ting aka, so'ramayincha. O'tib beraymi? 200 mingdan, o'shanda 2 million 800 ming so'mdan bo'lyaptimi? Bo'pti, 2 million 800 ming. Bor aka. 2 million 800 ming so'mdan Toshkent, dastlabkasigacha bu ham Toshkentgachami? Vaholi akalar ko'rib turgan bo'lsalar, telefon qilinglar. Kecha ham kommentariy ko'pchilik yozishdi, uka, Samarqandga dastlabka yo'q deb. Aka, noto'g'ri tushunmaysiz. Dastlabkalari bor, kelishilgan holda. Masalan, ikkita qo'yga bularga ham qoplamasligi mumkin. O'shani o'rtada qilasiz dastlabka. 500 mingga olib chiqib ketadigan bo'lsa.
Jupini 5,5 mingga olishaversin. 5,5 ga. Oxirga. O'zlari yolladilar lekin gapi yo'q, xudo xolasa. Mana shu Samarqandgacha 2 o'zini 500 mingga olib chiqib ketadigan bo'lsa, misol 250 ming siz berasiz. Bol 250 ming siz bersangiz 250 ming savdogar bersa shunaqa bo'ladi deb o'rtada aytiladi dastavkasi obunachilar. Shuning uchun noto'g'ri tushunmaysizlar, hozir gaz yo'q. O'zdan ko'rib turibsiz, lekin arzon bo'ldi. Bosib olasizlar, xudo xolasa. Oxir partiyamiz bo'ldimi aka, xudo xolasa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, hammaning chorvasiga omad.